Abduqodir ibn Abdullah ayollar nomli asrida mundaq deydi. Xush tabiatlik inson avliyoga yoki payg'ambarlarga, yomon xuyliq kishi bo'lsa yirtqich hayvonlarga o'xshaydi. G'azablangan kishining og'zi ko'piklashidi, ko'zlari oliyib ketadi, put-qo'li titraydi, vaqirab chaqiraydi. Qo'liga tushgan narsani etib sundirib, achchiqidan chiqolmasa usti-beshini yirtadi. Shu holatda inson qiyofasidan chiqadi. Agar shu payt aynakka qarasa, o'zidan qo'rqib ketgan bo'ladi. G'azab kishining tashqi ko'rinishini qattiq xunuklaştirib qo'ysa, xulqni ham shundoq parishon qiladi. Huzur alovatini yo'qotadi. Qo'l ostidagi kishilarni boshqara olmay qoladi. Ochiq chehra va shirin so'z bilan qilingan ishlarning yerimi ham bijiralmaydi. Hech kim uni hurmat qilmaydi. Imom Shofiy hazratlari qilich va siyosatning imkoni yetmagan nihoyatda ko'p ishlarni shirin til va ochiq chehra bilan bajarish mumkin degan. Ortiqcha jazoning oqibati kutilmagan o'limga olib kelishi mumkin. Sog'at nomli kitobdan o'zinda.